Diqqat qiling, O'zgidromet ertaga O'zbekistonning qaysi hududlarida yog'ingarchilik bo'lishini e'lon qildi. Fuqarolar tezda ogoh bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertaga 23-oktyabr kunidagi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahri havo biroz bulutli, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-13, kunduz 26-28 bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10, kunduz 21-26 bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduz 23-28 bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduz 23-28 bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduz 25-30 bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 23-28 bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 18-23 bo'ladi deyiladi xabarlarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng va tez tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib, yaqinlarga ulashib qo'yishni unutmang.